Hurmatli ayollar, eringlarni boshini og'ritmasdan shu videoni jo'natib qo'yinglar. Inshaalloh nasib qilsa shu xonadon sizlarniki bo'ladi. Qaranglar, mana bu yoqda divanniy zona. Mana bu kartinkalarni osib qo'yishibdi. Mebel, texnika, dizayn, interyer yorib qo'yilgan. Mana bularni qaranglar, искусственный gullar qo'yilgan. Katta televizor. Sizlarga hozir oshxonani ko'rsataman. Mana bu раздвижной eshiklar qilingan. Mana buni qaranglar. O'tirib choy ichib mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Mana bu mebellarni qaranglar, texnikalar, hamma narsa bor. Kirasizlar kiyim-kechak bilan mazza qilib yashaysizlar. Bitta niyat qilib qo'yganlar. Hachabi bitta like bosib, repost qilib yuboringlar. Qaranglar, mana bu yoqda kirish eshigimizda kattagina koridor, prixoshkaga katta ishkop o'rnatilgan. Ko'ryapsizlar, mana yoqqa bitta okamgilar искусственный daraxt ham qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, o'ng tarafimizda детский spalnya bo'ladi. Mana hozir ko'ryapsizlar, qaranglar. Shkaf, mana bu yoqda bittali kravat, buni duh yarısini qo'ysa bo'ladi. Hovliga qaragan balkoni ham bor. И mana bu yerda письменная zona. Вообще шикарный. Hech kim yashamagan, kirasizlar, mazza qilib yashaysizlar. Mana bu yerda общий санузел. Ko'ryapsizlar, вообще zo'r. Ushbu xonadonimizni Yakkasaroy City Mall 10 etajga новостройка 8-etaji 98 kvadrat. Qaranglar, uzun koridor. Mana bu yerda полностью mebellar o'rnatilgan. Kravatlar, televizor, hamma narsa bor. Nima kerak? Mazza qilib yashaysizlar. Qaranglar, dizayn вообще zo'r. Hozir balkonga chiqamiz, balkondan vidni qaranglar. Shaharga qaranglar, vidni вообще zo'r. Mana yoqqa bitta stol qo'yib olsanglar, ana zakat deydi, zakatni tomosha qilib, mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Ushbu xonadonni okamgilar $155,000 baholashyapti. Ya'ni ozgina sunnatiga o'tadigan joylari bor ekan. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opisaniyada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.